Uyalmaysizmi? Men issiqda, oftobda avtobus kutib o'tiribman. Siz ko'zimni yondiribdi megajinni mashinasiga savolib olib ketyapsiz. Tuhmat qilma, men sanlarni boqaman deb ikkinchi ish qilib, taksi qilib yuribman. U megajin emas, birovni ayolidir. Tuhmat qilma odamga. Menga qarang, o'zingizni oqlamen. Qanday men o'zimni oqlayman? Kecha Banisaga men deb nagli qizchaning yoniga bizni cho'p ketib yording-a? Sen yolg'on gapirgan uyalmaysanmi? Ko'ynimga qizcham sig'adimi? Kecha Banisa dedim. Shu o'zingni oqlorman. Umuman o'zim oqlamayman men. Sanlar shuni o'ylaysan xolos. Odam podam masakansiz 3 oydan yarqingizdan kelyapman. Qachon to'laysiz kreditingizni? Baqirma, men to'layman deganimda yo platformalaring ishlamaydi, yo bo'lmasam banklaring obedga chiqib ketgan bo'ladi. Endi ayb menda emas shekilli-ku. Bizda ba'zi postoyanni ishlaydi, o'zingizni oqlamang. O'zi ofis meniki. Prosta shu bugunga kelganda o'rtoqlarni kirib olganini qarangda. Jichcha sabr qiling, kiramiz. Dadasi oxir ushladimmi? Buni uloqtirasizmi, ha? Mana qayerga megajin?